nima ham deymiz? Kasbimni o'zgartirmoqchiman, kasbimni. Ya'ni har xil kasblar bor, to'g'rimi? Bu kasb qanday kasb? Tavakkalni boshi keladigan bir kasblar bir turi. Qiziqyapman, rostini aytsam. Chunki qanday? Hayotga o'sish bo'layotgan maqsadlar sari rivojlanmoqchiman, ochiqchasi. Sal hayajonim ham bor. Nima deyman? Tezroq boshlamoqchiman. Komandamiz charchagan, uyqusi kelib qolgan hammasini. Trading, ya'ni binarka oddiychasiga shu masalaga kelganda qiziqyapman. Ancha qiziqyapman. U bu yerda pullar rol o'ynamaydi. O'zi pulga qiynalib rol tengib yurayotgan bolalardan emas. Kasbimni o'zgartirishga harakat qilyapman. Kasbim hali bu o'ylayman shu YouTube'da ketadigan kuzatib borayotgan odamlar uchun ko'p kasbimni ko'rsatib boraman kelajakda. Tezroq xohlayapman. Hozir kiraman. Binarniy qanaqadir manipulyatsiya, o'rgangan narsalarimda stolda ko'rsataman-da, kamerada ochiqchasiga. Pul ishlashni xohlayapman, gapni ochig'i shu. Va maqsadlar kattalashyapti. Oldinda bor hali. Oldinda ko'p yutuqlarimiz bor degan umiddamiz. Tarixga yozilishga harakatdamiz. Chiroyli gapirdimmi? Bu narsalar sizlar bilan ulashmoqchiman. Aytgancha sizlarga ulashmoqchiman. O'zimdagi, hayotimdagi bu o'taydigan hayotimni bo'lishmoqchiman. Bo'ldi, shu. Xonda almashamizmi joyiga? Yangi, aytgancha meni ukam Xondamir, ukam, va vaqtdan. Senga qo'ymayman jura, almashamiz. Xondamir ukam. Muxlislarga Assalomu alaykum hammaga. Muxlislar deb bo'lmaydi. Bu jigarlar. Hayotimizni kuzatib qiziqayotgan odamlar. Bu jigarlar. Mana akamiz trade boshlabdilar, xudo xolasa o'ziga hobbi kasb qilyaptilar. Xudo xolasa ko'ramiz yangi natijalarni, yangi kasbdan. Chunki sizlar bilan, muxlislar bilan, prям jigarlar bilan ulashib bormoqchi, o'zini jarayonini, prям qanday kechishini. Sizlarga ham bu ertaga kelajakda bu ishida ta'sir qilishi mumkin. Sizlar ham balkim olib ketasizlar shu kasbni. Shuning uchun bo'lishib ketmoqchi. Yoqqan bo'lsa like, podpiskadan kuzatib boringlar jigarlar. Sen o'zing haqingni aytib bermading-ku. O'zim haqimdami? Men streamerman-da, Dota 1da akalar taniydi hamma, gamer, streamer. Honda Dota TV deb yozsalar, tam YouTube'da chiqadi. Tabriklayingizlar. 100 tadan oshdi. 170 ta bo'ldik. Kam 2 haftada. Meni ham tabrikla. Tabriklaymiz nima? 102 yoki 103 bo'ldik, aka. 100 tadan oshgan akam. 103 bo'ldik. 100 tadan oshgan. Chotki yapti. Sizlarni podpishkalar bilan tam kuzatib boringlar. Men gap. Tipa bizaga 500 ta podpischik yig'ilishsa plus, to'g'rimi? Menga agarda 500 ta obunachiga masalan tipa, davay 500 ta obunachi menga tipa podpisatsiya bo'lsa, podpischiklarimni ichidan tipa to'yimga chaqiraman, ili tug'ilgan kunimga chaqiraman, qanaqadir pati shunaqa bir o'zim mehmonim bo'lasiz degan bir qiziqish bo'lsa, bunday 500 ta obunachi bo'ladi. Nasib kelajakda tez orada hayotimda 2 o'tidan bittasini video xabar chiqmaydi, necha haftalardan keyin? 1 oylar bormi? 1 oylardan keyin chiqadi. 1 oylardan keyin bo'lsa zo'r. Shu 1 oylardan keyin bir 500 ta odam meni auditoriyamda, shu kanalim ichidagi podpischklarim 500 ta odam yig'ilsa, aka, men gap
randomni, shunday randomni o'ynayman. Shunday randomni o'ynayman. Qizig'i yo'q, taniyman yo'qmi? Yosh katta bo'lam, kichkinami? O'zimni uyimga yoki shu koshonamga albatta taklifnomasi bilan mehmonga chaqiraman. To'yim bo'ladimi? To'y, menimcha to'y. Tez orada to'yimiz bo'ladi. Bu bilan emas. Yumor, yumor. Cho'nigi bilan chiqib yana Zritellar to'g'ri tushunadi buni. Hazilib bu yerda albatta bo'ldi. to'y qilmoqchiman. Nimaga maqsadda? Men aytayapman. Hayotimda o'zgarishlar, yangi masalan, yomon привычкаларni yo'q qilib, xabaringiz bormi? Yomon привычкаларni kamaytiryapman. Yomon привычкаларni kamaytirib, yaxshi привычка. Bu odat. Привычка nima deydi o'zbekchasiga? Odatlar o'rganib qolish odatlarda. Hammaga rahmat. Addushi qo'llab-quvvatlashdan charchamanglar, to'xtamanglar. Biz sizlar bilan doim ijoddamiz. Addushi rahmat hammaga. Agarda mana shu videoni haqiqatdan agar rostdan ham 500 ta obunachilar yig'sak, xudo xolasa, agar hamma qo'llab-quvvatlasa, podдержкада bo'lsanglar. Xo'sh, bu Rustam aka bilan Addushi to'y kunlari birga yoki mehmonga birga bir kishini shu randomni tanlab olishadi. Yana bitta challenge qilsa bo'ladi. Bir kun o'zi bilan aylantirib yurib, Samarqand, Jumani ko'rsatib, cho'tka qilib mehmondorchilikni ko'rsatib, o'zi bilan bir kun aylantirib yursa bo'ladi. Attak Addushi, подписывайтесь, ребят. Addushi 500 подписчиков наберем. Bavlarim, qardoshlarim, друзья из deganlar. Peterburga, Biz sizlar bilan. Leningrada, короче. Tokio. Balkim erta Tokiodan podpischiklar bo'lsa kerak. Salom obunachilarim, qanday bular? Salom obunachilarim. Hozir obunachilar bilmam lekin do'stlarim desang bo'ladi. Hoyo Tomodachi. Hoyo Tomodachi. My name is Qudratov Rustam. Lekin yaponchada unday deb ayta olmayman. Onamoya. Qudratov Rustam. Sambariga. Qudratov Rustam. Svichalarda o'zbekchasiga nasıl? Shamcha. O'zbekchasiga shamcha bu. Svichalarda жизни, joni. Qara, 5 minutga bossang-ku. 5 minutga bossang-a, har bitta svicha 5 minut deganda. Допустим, mana bu svicha bor-ku, 5 minut ichida tushgan. 5 minut ichida shuncha tushgan. Mana bu svicha esa 5 minut ichida pastga tushgandan keyin tepaga qarab chiqqan, yashil bo'lgan, tagida selbi bor, ko'rdingmi? Har bitta svicha 5 minut. Mana bu misol kichkina svicha bor-ku, mana bu krestcha. Bu ham 5 minut. Tushungan? Hammasi 5 minut. Mana o'zgartirasan. 15 bo'lsang, endi har bitta svicha 15 minutdan bo'ldi. Tushungan? Bu ma'nosi nima? 30 minut bo'lsang, har bitta svicha 30 minutdan bo'ldi. Короче, vaqt cho'ziladi, mana strelkalar ko'rsatuvlar yaqinlashib. Astronom 30 minutdan boshlasang bo'ladi. Bu bozorda o'yin tushib ko'tarilishida, to'g'rimi? Shuni orqasidan короче, odamlar pul ishlaydi. Endi analiz ketyapti. Hozir trendovый движение tepaga ketyapti. Ko'rsam mantiqdan ketyapti tepaga. Ko'rdingmi? Tepaga chiqyapti. Har bitta soat ichidami yo 30 minut bilan tepaga. yarim soat ichida tepaga. Har bitta sham yarim soat yana. Ochilgan bo'lsa sразу bo'lsa qara yopib turibdi. Вот, ko'rding-a? Pastdan tepaga qarab ketyapti. Bu degani trend bor. Trend degani bir tomonga qarab ketaveradi. Mana pastga tushgan, bu tepaga chiqqan. Mana bundan bu yuqori-ku, to'g'rimi? Значит, tepaga qarab ketyapti. Keyin hozir ham tepaga qarab ketyapti. 30 minutlik svichalar. Keyin 5 minutga qo'yasiz. 5 minutda nima bo'lyapti? Настоящий. 5 minutda 5 minutga ko'tariladi. 5 minutda. Lekin 5 minutda ma'nosi
Sen точка входа topilsin. Tushishiga ko'tarilishi. Ideal точка входа topishing kerak. Asl qilaydi. O'zi bu qara, bu yerga kelgan, bu yerga tegan, mana bu ana deyiladi-da, zona kapitali bo'ladi. Bu eng ko'p to'xtashlashadigan qara, ko'p bo'lasicha. O'zim Mashaga tegib, mana qara, turardim. mashaga tegib, yashil tepa qaraga taklif. Qayerdan chiqdi? mana bu yerga tegib, mana bu deb, mana bu yashil tepa qaraga. Trend tepa qaraga ketyapti. Allo. Yashil mana bu yerga tegyapti, tepa qaraga ketyapti. Kripto analiz qilaman hozir. Ya'ni OTC'dan. OTC bu как нереальный, да? Shundaymi? Нереальный, короче, kurs bo'ladi. U tushadi, ko'tariladi. Shunga qarab men tavakkalchilik qilaman. O'zi onun uchun tavakkalchilik deb aytishimdan sabab nimaga? Men hali o'rganmaganman, lekin faqat sizlar uchun risk qilib, tavakkalchilik qilib, shu ko'zim bilan ko'rayotgan narsani analiz qilib sizlarga taqdim deydimi? Qanday? Taqdim qilamiz. Analiz qilib ko'rsatamiz. Bu agarda bu mavzu yo'qsa, kommentariyalar kutib qolaman. Faqat yaxshi niyatda bunday ko'rganman, ko'plab bu gaplarga gapirmayman, chunki shart emas. Hali bu mavzularga kelganimiz yo'q. Demak, bismillah deb ishni boshlaymiz. Mana bismillah deb ishlarimizni ham boshlayapmiz. Hozir nima deb ish bilmay qoldim. Chunki maksimalni hamma charchagan, tez tushuntiryapti. Energiya qolmayapti, adrenalin mana bu yerda o'ynayapti. Orqasini yopish uchun birinchi o'rinda pulingizda maksimalni bizlar minimalni narxni hisobladik va 500 ming pul qo'ydim. 500 ming pul qo'ydim. Buni emotsiyasini, dopamini birgalikda hozir ko'ramiz. Ko'pet qilib bosaymi? Bosdim men. Qayerga bosding buni? Ko'petni bosdim. Qizig'i yo'q. To'xta, qayerga bosding? Yaxshi. Kim ko'petni bosdim? Biz pastga kiryapmiz-ku. Farqi yo'q. Men bosdim. Hozir hamma pulni ketib qo'yadi. Yana qara. 5 minut kutamiz va natijani olamiz. Voy, senga aytdim, biz pastga kiryapmiz dedim. Agar prikritsiya qilayotgan ma'nosi o'zi pastga qo'yasan-ku, tepa qarab ketaveradi-ku. Значит, hali vaqt yetmayapti senga. Tepa qarab ketyapti-ku. Tepadan yana pastga qo'yasan. Men hopil. Sen hozir analiz qilding-ku, pastga qarab ketyapti-ku. Sen tepa qarab qo'yding. Bilet pastga kirdik-ku biz. Men hozir ko'tarib ketaman deyapman, pul tashlamishing, navrot pastga taylash kerak. 5 minut ichida bilamizmi, ko'tarilamizmi, tushamizmi? Necha pul qo'ydim? 45 ming pul. Men nima deydi? Analizga qarshi chiqib, tavakkallik qilib, tavakkal deganda ham aqlli tavakkal bo'lish kerak. Lekin menda sal naqa narsa yo'q. Yordam iloji boricha yordam so'rab odamlardan olyapman. 5 minut endi qanchada o'tadi? Hali 3 minut qoldi. Hozir tushyaptimi, ko'tarilyaptimi? Tushadi bu. Mana qara, misol qarada Rustam. Mana tepada turibdi-ku, mana bu chiziqcha bo'ling. Mana shu yerda sen pastga kirishing kerak edi. Mana tepada sen bo'lsa kichkina chiziqcha. Ana shu yerda sen pastga kirishing kerak edi. Tushundingmi? Sensa mana shu yerdan tepa qarab kiraverding. Biz pastdan tepadan pastga qarab ketyapmiz. O'shanaliz. Da. Mana buni men yashilcha nima uchun qo'ydim? Mana shu yerdan agar mana shu kelganimizda biz yana pastga kirishimiz kerak edi. Sen nima uchun bosavording tepa? Men hayratdaman. Men просто ko'pet dedi-da, tezroq o'ynagin. Qanday pastga ketyapti? Hozir ana shu tepa qo'ygan joying pastga qarab qo'yganingda qanday ketaydi? Pastga. Biz yutgan bo'laydi. Yo'q, hali qo'yib yutganmi, yutmaganmi? 2 minut hali bor. Birinchi perikritsa qara 5 sekund qoldi. Birinchi qo'yganmiz. 5 sekund 4, 3, 2,
bir ko'zim yetmay qolgan. Minusga kirdik. Birinchisi. Lekin ikkinchisida hozircha plusdan bo'lar edik. Shansimiz bormi? Hozir pulimiz tuganmi? Qara, shans всегда bor. Lekin по проценту bo'lmaydi. Допустим, Foiz. 70% sen analizing to'g'ri. Men Har hozir doim 70%. har doim bir 30. Hozir sen naborot, men 70% analizing to'g'ri, sen 30% to'g'ri. Senki ham ketib qolishi mumkin. Kalasanglar. Tushundingmi? Lekin hozir po analizu pastga ketyapti. Sen yutyapsan. Sen Yutayotgan, men hozir yutyapman to'g'ri, chunki hozir pastga qarab ketyapti-ku. Po analizu hozir meniki to'g'ri. tavakkal qilishda har doim o'ylash kerak. Tavakkalni boshi kal. Hozir bir necha minutimiz qoldi? Hozir 1 minutda 30 sinov ketyapti-ku. 1 minut 34 sekund. 1 minut 34 sekunddan keyin men shoshilib tavakkalchilik qilib to'g'ri qilganmanmi yo'qmi? Anig'i chiqadi. Short ishlaysan. Short ishlaysan. Men skalping ishlayman. Scalping men ishlamaydi. Baba dedim-ku bugün o'sha naborot. Ладно. Ko'ngil to'qqichi, tabiiy. Shu sekunddan qolganda yashil bo'lish kerakmi? Ha, ey. O'xshash kerak-da, mana urgan payti. Bax. Hiç böyle analiz qildim, lekin Rustam. Hech qisi yo'q, birinchi sabzi. Negativ. Yurmang, gapimga yurmang. Sen nima uchun yaxshilik qo'yding, menga tushuntirib ber. Ana, logika. Ne tushunaman, bo'ldi, men so'karaman. Ye. Rustam ko'zlari ochilib ketadi, yaxshilik ko'rib. Vaqt yetmaydi. Qayerga chiqishimiz kerak? Mana chiziqcha ko'rdingmi? Mana oq chiziqcha. Mana oq chiziqcha ko'rku. Biz o'sha yerdan boshlaganmiz. Mana shu yerda sen tepa qo'ygansan. Mana shu tepa qo'yganing ko'rsatib hozir agar men aytgan tarzda pastga kirganingda, plyusga chiqayding. 20 19 ming plyusga chiqaydi. Davashni yo'qotmasding. Bu yana 1 minut 55 sekundda. Yo'q, bu svechani joni. Har bitta svecha 5 minut dedim-ku. Biz hozir bo'ldikmi? Endi biz nima qilishimiz kerak? Pastga yana tepaga deylikmi? Yo'q, endi hozir, допустим, hozir sen necha minut istasan? 5 ming, 55, 65 ming istasan. Agar sen 65 ming qaytarib olaman demoqchi bo'lsang, 65, 75, 85, 95 kirishing. 95. Shoshma. Hech narsa tegma, Rustam. Men senga aytdim. Pastga kir desam, tepaga kirib olding bu yerda. Nima kiramizmi, Rustam? Davay. Boshladikmi? Boshladik. Mening o'zi prinsipim bunaqada. Всё, men chiqib ketishim kerak mana shu yerda. Ertasi kuni svesh uyada. Endi men o'zim cheklaman. Chunki Ha, endi content qilib 90 ming tashladik. kontent bu Yo, 90 ming qilsak plusga chiqmaymiz-da. 95 analiz. ko'p pul ko'rinadi, suvda. Mavqaga o'zim bo'lgan. Nollari ko'p-a? O'llari ko'p. Nima olib qarasang, lekin shu turdi. Yana analiz qiyin-da. Bu analiz topish qiyin. Hozir men analiz topdim. Lekin davay topsang meni aytgansan. yashil secha qo'yib kirib oldingmi? Men tepa yashilni bossam, tepa start boshlandi. Sen mana aytgan narsangda bo'ladi deb o'yladim. Lekin u yashil bilan qizil product degani minus pastga qarab ketadi. Short deyiladi. Short degani nima degan? Product. Zелёный, yashil, buy. Sotib olish. Zелёный ekan, green. Inglizchasiga buy sotib olish-ku. Yoshilda bossang buy. Yashil buy, sotish. Qizil Short, qizil
sotish. Pastga ketish. Tipa shu aksiyani sotasan yoki sotib olasan. Valyuta pulni sotib oladi yoki sotadi. Shunga qarab ko'tariladi, tushadi. Endi menga o'xshab tushunmayotgan odamlar ko'p. Endi men ham qiziqyapman, qanday ketamiz bular. Hay, yana topdik. Kiryapmiz 5 minutga. 5 minut. 5 minutlik analizga. 5 minut kammi deyman-da. O'sha 15 minut qo'y shuni. 10 minut qo'yamiz. 95 ming so'm. Ketdik. Gazni bos Rustam. Pastgami, tepagami? Tepaga. Tepagami? Pastga endi ketmaymiz, faqat tepaga. Qara Rustam, men menga qarab ham ko'zingni og'ritmay, qo'yib beraman. Rustamsan qarab turasan. Mana. Hozircha plusdasan, qara yaxshi bo'lib turibdi-ku. Plusdasan. Men senga ham yaqinroq bo'laman. Endi men sekin. Ko'rdingmi? O'zimda Hozir bizlar toshkent qodamiz mana oqcha. Hozir pastga qarab ketyapti. Hali 9 minut vaqtimiz bor. Biz tepaga ketishimiz kerak. Analiz u. ozgina shu tepak oqchadan ozgina tepak ko'tarilsa plusdamiz. Sen ko'rmaganmisan mana treyderlar mana ekranga Qo'ydimi? Hozir просто biza Давай! hozir по сути. ritual. Biza o'zi Rustam по сути hozir bilasanmi? Birinchi prikritda o'zi plusda bo'lishimiz kerak edi. Hozirgi kirayotgan summa 20 ming so'm bo'lishi kerak edi. Tushundingmi? Men lekin hozir shunaqa endi bo'lib qoldi. 20 ming emas, 95 ming kirasi qanday o'ynab ketdi. Iltimos. Takrorlamanglar bunaqa xatolarni. Bilim. Meni tanishlarim yordam berayotganlarim o'ziga yarasha bilimi opit bor, lekin shunda ham pulga o'ynamaydi. Yo yolg'onmi? Yolg'onmas. To'g'rimi? To'g'ri. Ya, bunday yolg'on o'ynamaydi-da, rosti. Azart yo'q. Bu narsa intellektualniy o'ylanib, analiz qilib ochilayotgan narsa. Nima bo'lyapti hozir? Gapda bormi? Qarama. Yo'q, qarashim kerak edi, men qayergacha kelyapti u, tushunsan? Shoshilma, qo'rqma Rustam. Nima bo'lyapti? Qo'rqmagin Rustam. Men telefon chiqarib o'tirsam hozir bo'lmaydi. Shuning uchun sizlarga maslahat beraman. Agar pastga tushamiz-ku. Agar pastga tushsak, pastga tushamizmi? Yo'qmi? Bilmaymiz. Shuni agarda degan so'z ham bor. Rustam. Men senga yashil narsa qo'ydim mana. Uzuncha yashil ko'ring-ku. Asha qayga qizilcha tushsa, perkrisa qilasan. Understand? Leva chiqamizmi? Boshqa agar minus plus bo'lsa chiqamizmi? Hamon shu ziyatda. Senga faqat men misol chiqaydim to'g'risini aytsam, chunki ertangi kun bor, u yoq bor, bu yoq bor. Da? Hozir nima qilsa riskalatsiya qilib, balans bilan. Yo'qmi? Chiqmayman. Chiqaman, kira bo'ldim. Men bugun kontentni tugatishim kerak. To'g'rimi xonda? Sen necha soat sen qolasan? 10 soat, 11 soat, 14 soat. Olmaysa ketishimiz mumkin-da. Ha, nima qilamiz endi? Unga asab qilib bo'lmaydi. 200 bo'lsa, undan oldin 60, hozir necha kirdi? 95, undan oldin 65, 95, 150 minusdamiz. Bizlar 200 kirishimiz kerak. 200 ming degani bu 2 kilo go'sht degani. 2 kilo go'sht degani, necha kilo osh degani? 2 kilodan ziyod osh bor. Necha porsiya 40 mingdan. Bir porsiyaga necha kilo, 1 kilo oshdan necha porsiya bo'ladi?
O'zbekka biz oshni qanday bilmaymiz. Pastga tushsin, hozir kiramiz, plyusga chiqamiz. Я думаю, protsent bor. Lekin o'ynab qolsak o'rtada ana shu problema. Sen ancha bunaqa, men o'ylayman, anchadan beri bunaqa haqiqiy shotdanday o'ynamaysan, to'g'rimi? Hozir necha yil bo'ldi oxir marta mana shunaqa real shotda o'ynayotgan? Real shotda o'ynamaganimga, kirmaganimga, o'ynaganligimga yoqmaydi, kirmaganimga 1,5 yil. 1,5 yil. Hozir qanday? Ощущение? Ha. Как всегда прекрасно или Lifamiya olyapsanmi yo'qmi? Bugun Ну, tushsang тоже, братишка, ну что ты варятся, что ли? kutish kerak, sabr qilish kerak. Asosiysi men instant domilam borda. Domilam asabni asrash kerak bu masalada dedi. Nimaga deganda? Chunki yoshi katta odam o'zi maslahat beryapti, что bu narsada viza karta Agrobankdan qayerdandir borganda so'radimda, tipa nima qilasiz viza karta deganda. Shu kripto emas. Shunga o'xshagan narsani aytdi, birjada. Asablar asrash kerak dedi. Men nima deb yopman, tushunmayapman, lekin kameraga gapir degan uchun kameraga qarab gapirib yopman bo'yindan beri. Vaqtni o'ldirish uchun. Chiroyli gapiryapman degan umiddaman. Asosda adabiy tilni boy qilaman. Sizlar kirib, ikkinchi, agar hozir minusga kirsak chiqamiz. Plyus qilish ming pul qiladi. Tepaga bu agar uni aytmayman, hozir bu oxirgisi. Hozir tepa nima bo'lyapti? Plyus hozircha yashil, to'g'rimi? Hozir buni pekviza qildik bizlar. Agar momoda tepadagisi 95 ming minusga kirsa ham, pastdan biz tepa qarab ketib qolsak, 95 ming ham yopib yuboramiz, yana ustiga pul ishlaymiz. Ikkida poch bilan Agarda masalan qizilga ketayotgan paytimiz. qizga yetib kelyapti. Biz masalan prodat qildik qizil. Bizlar hozir shot dedingmi? hozir bizlar buy qildik, sotib olyapmiz. Ha. Sotib Birinchisini ham sotib oldik, lekin birinchisi hozir necha minut qoldi. 2 minut 39 sekund. Hozir qizildamiz, o yoqda. Biz plyusda emasmiz o yoqda. To'g'rimi? 15-minutdan keyin polni bir yerda. Hozir birinchi plyusda bizlar. Bizlar birinchi сделкamiz mana bu yerda. Mana bu hozir bizlarda mana 2 minut qoldi. Birinchi сделкamiz. Mana bu. 2 minutdan keyin mana bu bizlar minus qilamiz. 95 minut. Bunga esa 8 minut bor. 8 minutdan keyin agar ana shu narsa davom etaversa, tepa ko'tarilsa, minus qilamiz. Agar ko'tarilsa, plusga chiqamiz, qolib ketamiz. Tushungan? Samый главный vaqt kerak. Ozgina qoldi men ko'tarishim. Men shunday ko'tarib turmasam, ko'tarilmayotganga o'xshaydi. Realni men asab haqiqiy pul ketyapti bu yerda. Men sizlarga rostini aytaman, pulga qattiq bo'laman. Asabimda iloji boricha nazorat qilayotgan bo'laman. Lekin hozir men buni qizil yashillarni ko'rib, uni mamnun qilayotganimdan o'zi his qilyapman, что menga kerak bu ko'tarilishi. Bu qizilga tushish o'zi men ko'ryapman, o'zi menga allergiya olib keldi bu. Qandaydir lekin bu ham qandaydir kutmagan narsa deb o'ylayman. Balkim yaxshilikkadir, balkim yomonlikkadir.
Kiyma. Anaga yaxshiroq Tushundim men. O'zi anada ko'ryapman men va. 5 sekundlik ko'ra yaxshiroq ko'rasan. Plyusdamisan? Da. 5 sekund. 5 sekund u yaqinlashtiradi. Har bittasiga 5 sekund. Mana seni. Mashina tipa bo'lishini ishlayapti. Necha sekundimiz bor bizda? Chekkadan qaraysan. Qancha chekka? Mana. 7 sekund. Давай! Nima bo'ldi hozir? Hozir birinchi zelka minusdamiz. Hozir bu ikkinchisi. Birinchi zelka teparoqdan chiqib, uchtirib pastga. Hozir bu perkritsang plyusga chiqdi, yana minusga ketdi. Tushundingmi? Ikkinchi marta qo'yganimiz, ikkinchi pul qancha qo'ydi? 95 ming. Ana shu 95 ming yana minusdamiz. 45 ming, 95 ming. 140 ming. Asab qilma-chi, yaxshi kita. Lekin buni oz qoldi, sezdingmi? Resk ko'tarib ketdik-ku. Yo'q, oz qo'ygan. U teparoqda bizda qo'ygan joyimiz. Hozir u yashil bo'ldi-ku. Hozir bu qayerda bo'lish kerak bu? Hozir biz plyusdamiz. Mana biz открытый joyimiz tochkamiz mana ishga qarab. Mana bu oqcha. Mana bu yashil liniya. Tushundingmi? Mana shu yashil liniyaning tipda bo'lishimiz kerak. Tushundingmi? Analiz bo'yicha bizda analiz bo'yicha biz tepaga ketishimiz kerak. Analiz bu analiz degani o'zbekchasiga turkiy tilga hisoblaganimizda hisob kitobini olib 7 o'lchab 1 kesib 7 o'lchab 1 kesib tavakkal, shunda ham tavakkal qilish kerak, to'g'rimi? Примерно 70% уверенimiz bo'ladi. 30% bizlar 40 talash mumkin. Keyin tepaga qarab ketib qolish mumkin. Tushunabsizmi? Shuncha o'ylab, shuncha ustida, menimcha buni ustida kunlab o'ylash kerak, to'g'rimi? Kunlab o'ynasang lekin bu stoyish. Kuni bo'yi o'ylab yo sotish kerak yoki sotib olish kerak. Shu ekan. Hozir qarayapsizlar. Tushunishim bo'yicha ishlayman. ishlayman. Boshlayman men. Hozir mana bundan pastga tushamiz-ku. Bu degan hisob minus. Qarayapman. Agar mana shu hozir biz tepa qarab ketib, mana shu yerda zafiksировать bo'lib qolsak, есть шанс. Shans bor. Hozir mana shu liniyadan, mana shu yashil liniyadan pastga ketamiz-ku. Shans резко kamayadi. Tushundingmi? Biz hozir по сути mana bunday ketishimiz kerak. Tepa, Barnacha. past, tepa qarab ketaverishimiz kerak, tushundingmi? Zmiyaday. Agar biz hozir резко pastga tushib ketsak, u degan ma'qul. Ну, yutqazishimiz minusda. Endi pulimiz qolmaydi-ku, yutqazgan. Hozir qara, hozir положительно, hozir zmiyadagi tepa qarab ketyapmiz. O'longa Chunki o'xshaydi. analiz bo'yicha biz tepa qarab ketishimiz kerak. Biz starsh time frame ni qaradik. Qayerda oblast bor, qayerda nima bor, u yoqda chortichka qildik. U yoqdan biz kiryapmiz. Kirgan joyimizdan minusga qarab ketdi. Hay deb dagon oldik pastdan. Hozir pastdan ikkinchi dagonimiz plusga qarab ketyapti. Hozir danni moment necha minut qoldi? 3,5 minutdan hammasi hal bo'ladi. 3,5 minutdan keyin bizlar pulimiz boy bo'lamiz. boy bo'lamiz, qashshoq bo'lamiz. Boy bo'lsak ham, menimcha o'zimiz pulimizni olamizda, shundaymi? Yo'q, plusga chiqamiz. Chunki deganda 95 ming plus necha pul deding menga kerak? 140 ming. 140. Bu yoqda necha pul qarab plusda turib, plus olamiz. 384 ming. 384 mingdan minus 200 ming ayir. 184 ming. 184 mingdan 140 ayir. 44 ming. 44 ming plusda olamiz. Hozir plusga chiqsa. Biz Shuncha minuslarni yopib plusda olamiz. Yopib plusda olsa, Hozir chot qo'rqityapti. Oxirgi sekundlarda qo'rqityapti. shu gaping kerak emas edi. Sen meni Gapda emas. ko'taril, naqama. Ko'taril. Endi bu real birja emasda, bu kotirovka endi. Realniy birja bilan kotirovkaning farqi nimada? Realniy birjada hamma narsa tekshirsa bo'ladi. Trading view dan tekshirsa bo'ladi realniy birjada.
nerealniy birja bu, допустим, OTS orqasida yozib bo'ladi. OTS degani OTS nerealniy yozib birja, u shu допустим, Pocket Option'da o'zi придуманный valyutный parollar. O'zi придуманный valyutный parollar. U har qanday minusga kirgizyapti. Yomon katta qizil ketdi. Necha sekund qoldi? 2 minut qolganda mana shuncha qizil. U mana shuncha qizil. Men 8 minut mana shuncha yashil ko'tarildi. Sразу mana shuncha qizil pastga tushyapti. Men endi bunda ham ko'rinadi, tushunishim bo'yicha. Блять, вот нужно вот mana buni передалить qilishga, hozir mana shu tagman. Aka hozir pastga ursa, всё, забудь. Забудь. Ну, нереальный рынок. Обрезал. Все что ли? Не, пока не все, но все, больше кам qoldi. Нифига себе. Bir qarish pastga urib oldi. Yanami? Позитивный ноtada закончить qilman. Nima bo'lyapti? Pastami? Necha minut qoldi shuni? Rustam. Kam minut qolgan? Sezaysan ha o'zi meni. Sezaysan ana. Sen meni sinfdoshim bo'ladi bu bola. O'zi bir-birimizda 10 yildan ziyod tanishimiz, xarakterimizda tushunib bo'lgan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Sen bitta sen uni plus bo'lgan joyini ko'rda bitta. Ех, блядь, плюстamiz u. Bitta xonda kelsin, uka. Sen uni plus bo'lib chiqqan joyini bir ko'r, uka sen. Fokus bo'ldi qo'ydi. 184. Yaqinroq olib koyarga ko'rsa. Sen meni yaqinlashtirdi uni. Aka, uni bitta qarang, bitta. Ko'ryaptimi? Последняя sekunda tepaga berdi. Oxir kel, o'tir. Позже помощью Bizlarga omad keldi. Men tushuntiryapman. Agarda men hozir yana analiz qilmay, tushunmay, yana asabim chiqarib, nerva qilib bo'lsa bo'ldi. Bosganimda mana shuncha bo'ldimi? Ha? Mana shuncha chiqib qoldi. Уже yo'q edi, вот minus deb o'yladik-da уже. Всё, minus. Bo'ldi, men juram o'zi Men minus deb o'yladim. Всё. u iloji yo'q narsa deb o'yladi. Mana shuncha haqda o'yna gapirib Bu narsa bir punkt deyiladi. Bir punktda bizlar plusga chiqadi. Bir punkt. Bir punkt degani вот чуть-чуть tepaga berdi, plusga chiqdik. Oxirgi sekund. Oxirgi sekundlarda bizlarga yordam berdi. Shu bola umidi to'xtamasin. Yana bir qiziqib shu defaminni olsin dedi. Lekin ishoningizlar. Buni defamini boshqacha. Buni defamin maslahat bermayman, yana bir bor aytaman. O'qib, o'rganib, men hali bugun birinchi marta boshlayapman. Agar yana qaytadan aytaman, video qo'yilsa, nasib bo'lsa, tez orada qo'yilsa, kommentariyaga qarab birgalikda mana shu narsalarni qo'yib boraman. Yo'qsa Bitta endi kalkulyatorda olib berdi, protsent tushib ketgan ekan. Biz 3-chi qo'yganmiz, 86% qo'yganmiz. Honda ishga biron nima olibdi, ishga. Qara, yoz kalkulyatorga 20 ming. Ustam, ketek, вообще men o'lib qolaman hozir aka. O'chirsang bo'ladi, o'sha все plusdan oxirida хороший. Xayrlashib qo'y chiroyli. Ketamiz. Хороший. Suv o'ngga qo'y. Boshqa vaqt. Bitta yana risk qilaylik. Uchinchisi. Последний kun 10 ming. Boshqa vaqt olaylik. Davay katta pul bitta shunday risk qilaylik. Все. Uchinchisi oxirgisi mana bu. Nima deysiz? Menga qolsa, yo'q, все. Yana shunday qilaman ustam, to'g'risi.
Dopamin oldik. Dopamin ko'p ham ko'plik qiladi. Kami Minusga hech ham chiqdim. bo'lmadi. Bir marta savdo qilaman, minusga chiqdimmi, tamom. Hop, просто Ertaga. hisob kitob qilaylik. Cho'qqa 20 kalkulyatorga. Chunki protsent tushib ketibdi-da, uni 20 aloqamay qolamiz. 45 qo'sh plus 45 95 qo'sh. 95 Qancha bo'ldi? 160. 160 bo'libdi bu adashib biz. Endi 160 minusdamiz. Ha, o'zi hisob 172 mingdan 160 mingga ayirsak 12 ming bo'ladi. Plus 12 ming plusdamiz. 12 ming plusdamiz hozir. $1. 12 ming plusdamiz. Chunki bu yerda 92 va 86% anosi tushib ketibdi-da. Доходность. Yana 20 ming bilan oxirgi kun bo'lsak, Yo'q, bossak bo'ladi, просто 20 ming minusga ketsang-chi. Keyin uni yana kutishing kerak, yana 5 ming. yo'q, bo'ldi oxirgisi. Minus bo'lsa ham, plus bo'lsa ham farqi yo'q demoqchisan. Da, chunki bizlar komanda Разрешение so'ra rejissyordan, komandadan. Можно 10 minut. 10 minut emas, 5 minutga qo'yamiz. 10 minut ko'p. Vaziyat topamiz 5 minut. 5 minutlik. Besh minutga qo'yamiz, analiz qilamiz. Чё, как там? Нормально было? Камера хорошая, ему. Так, чё у меня тут? Да. А, 10 пункт. 10 punktda plusga chiqib ketganmiz. U ham приличный, u degani manimcha emas, u degani manimcha birdan ko'tarilganda, tushundingmi? Yashil. Menga juda kichkina ko'rindi-da, o jo'ra. Tushunsanmi? Shunday qarayapman, qizil kelyapti, mana o'ynadidagini. Sam bor. Yashilcha u chiqib ketdi-ku, sekundlar qolyapti-da, tushunaysan? Bir 7, 6, 5 deyapman, o'ynaga chiqib keldi-ku. Bo'ynaga bu menimcha ko'p ishlatadigan so'zim bo'ladi deb o'ylayman. Bo'ynaga. Og'ili bo'ynaga. İşte analiz bo'yicha to'g'ri qildik. Bitta katta secha o'tishdi pastga. Voy ko'rdingku? Asta ketyapti. Pup. Shu nima endi bu? Sekundlar ichidagi u o'yin. Sразу kimdir kerakchi. Hamma plusga qo'yib turadi, plusga qo'yib turadi. Нереально. Mana sekundlar ham o'ynayapti deding-ku. U har bir sekundda bir ko'p, ikki ko'p shunday tepa past. Shundaymi? O'tiradi kimdir kerakchi, pulni qo'yadi. 3 marta tepani bosadi, 1 marta pastni bosadi. Shundaymi? Ya unda ham analiz qiladi deysanmi? U juda maydalashib ketyapti-ku. Nima maydalashib ketyapti? Shu tushib ko'tarilishi. Sekundiga. Qara, u sekundda hisoblashdan o'tira uni minimum 30 minutda hisoblashing kerak. 30 minut svechada. 5 sekundlik svechda tez o'ynaydi-ku, chunki 30 minut ichidan 5 sekund ichidagisini qarasang tez o'ynaydi. 30 minut ichida svechada. 30 minut svechani qarasang asta-asta o'ynaydi, tushundingmi? Qancha более svechani joni ko'p bo'lsa vaqti, 30 minut, 1 soat, 2 soat, 4 soat, 1 kun bo'ladi-ku, shuncha kuchli bo'ladi, tushundingmi? Shuncha kamroq o'ynaydi. Qancha kamroq bo'lsa, shuncha tez o'ynaydi. Так. Hozir. Qachon o'zimga profil ochamiz? Profil. Pasport tayyorla. Pasport qanday? Anu tayyorla. Zagram? Ne, yashil. ID? Водительское удостоверение tayyorla. Shuni o'zi bo'ladimi yo pasportdan bo'lish kerakmi? По-моему, ID ham bo'ladi. Men ID pasport emas. bo'lgan payti, Pravan o'zi. pravan o'zi kerak. Mana to'rtburchak. Sening pasport to'rtburchakmi? Kichkinagina? Yo'q, yashil. Yashil. Men ham yashilda qildim-da, короче. Mana bu tushasiz. Zagranni ham ishlab chiqsa bo'lar-ku. Загран bo'lmaydi. Загран sen подтверждающий вот загран degani u перелет qilasan boshqa davlatlarga. U qizil pasport shuning uchun kerak. Yashil degani o'zdan shu davlatda turasan. Sen shu davlatda turayotgan ma'lumotnoma kerak. Yashil pasport orqasida yoziladi, qaysi Xuddi Festimi? Festiga. Kezga o'ynash uchun kirganda ana shunday pasport so'raydi. Hozir bizlar yana 45 ming qo'yamizmi? 20 ming dedik, voy. Yo'q, 45 ming qo'yar.
ertaga o'qish u yotib qo'ygan. Men bugungi kun uxlamayotganga to'g'ri keldi. Nasib bo'lsa Meni qiynab ana qo'yapti. planlarim bor. Kimdir keldimi xonda? Qaradi. Bizga emasmi? Qayerda? Mashina eshigi olayapti. Oxirgi marta Oxirgi plus bo'lsa plus, minus bo'lsa shunday minus. plus bo'lsa plus, minus bo'lsa minus. Bu qiziqib, hozirgi prosesga qiziqganimiz uchun hozirgi bo'lgan voqeaga yana bir повторный qanaqa birinchi reaksiyamiz qayg'uli bo'ldi, ikkinchisi резкий dopamin oldik, uchinchisi nimani? Ne, ikkinchisi noto'g'ri qildik. Tepa qo'yib yubordik. Birinchisi u tavakkalchilik edi. Eshitmay tushunmagan odamni ishini qilib ko'rdik, shunday bosdik, qo'ydik. Men ishim edi bu. Ikkinchisi analizni boshlanishi hali bunday chuqur o'rganmasdan. Shundaymi? Yo, unga chuqur o'rganmadik. Birinchisi birinchi boshda analiz to'g'ri qildik. Birinchisini qo'ydik. Pastga qo'ydik, men tepani bosyapman. Mensa ketdi, keyin ikkinchi birinchi prikritsiya qilib turdik, u payti adashtikdan tepa qo'ydik. Biz pastga qo'yishimiz kerakdan, biz plusni olib chiqib ketishimiz kerak o'sha. Ana shu ошибка sababli bizlar ikkinchi prikritsiyaga keldik. Bitta xato hamma ketadigan mana bu ulonchali yo'llarda buzib yoradigan tushuncham bo'ldi. Shundaymi? Prosta biz oxirgi sekundlarda mo'ynagi yashilcha ko'p deding, bir ko'p dedingmi, nima deding? Bitta joni aytyapsan? Bitta shamchasi 10 ta shamchaga ko'tarilib biz yutib ketdik. Ikkizim qo'yib yuboradi. Charchaganman-da, ko'rsan, o'zgartirganim yo'q. Задание эксперта недоступно. Euro USD. Neyse, Euro USD. Hozir ishlamay qoldi. Задание эксперта недоступно. Nimaga? Minusini qo'yaylik. Tepaga. Все. Rustam ishlayapti. Все emasmi? Balkim yaxshilikkadir. Video yoqqan bo'lsa, like, kommentlayman xonda nima deysiz? Kerak bir xayrlash bir. Charchab qoldi. Bitta kameraga tush xohlaydigan akam shu hozir kunda. Kuni bilan stream qilib baribir hamma charchaydi. Bizlar ham ozgina bo'lsa ham charchak. Shunday hamma charchaydi baribir, hamma harakatda, hamma jarayonda ishlar bilan. Kommentariyada kutib qolaman. Shunaqa videolar xohlasangiz kommentariyaga nima deb yozasiz? Shamcha deb yozsin. Shamcha deb yozsin. Plus belgisini yozib qo'yingizlar. Albatta biz ijod qilishdan to'xtamaymiz. Jigarlar, obuna bo'lib, podpisatsiya qilib qo'yingizlar, like bosingizlar. Albatta biz yanada kreativ videolar yasashga harakat qilamiz. Addushi rahmat kuzatganlaringiz uchun. Qo'shilaman bu gaplarga. Omad sizlar aslo tark etmasin. Hozirgidek. Sog' bo'lingizlar.